dagi kitoblarda, hatto bizning fiqh kitoblarimizda ham aytiladiki, uyida agar ko'p farzandlari bo'lsa, otasi uyiga sovg'a olib kelsa, birinchi bo'lib qizidan berishni boshlasin deydi. Chunki qizning qalbi nozik bo'ladi, otaga nisbatan mehri bo'ladi, erkaroq bo'ladi. Hatto payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, kimning 3 ta qizi bo'lsa yo singlisi bo'lsa, mana shuni injiqligiga, erkaligiga sabr qilib, katta qilib, uni voyaga yetkazib turmushga berib olsa, unga jannat vojib bo'ladi dedi. Shunda sahobalardan bittasi, agar 2 ta bo'lsa-chi, ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar. Sarvari koinot aytdilar, 2 ta bo'lsa ham. Yana bittasi turib, bitta bo'lsa-chi dedilar, bitta bo'lsa ham dedilar. Mana bu islomda qiz bolani ko'klariga ko'tarishlik, azizlar. Ulamolar, ko'p hadislarga sharh beruvchi olimlar payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni qiz bola do'zaxdan to'sib qoladigan pardadur degan hadisiga quyidagicha sharh beradilar.